Yurtimiz bo'ylab bahorning ilk nafasi, yangilanish va yasharish ayyomi Navro'z umumxalq bayrami har yili mamlakatimizda qolaversa, Toshkent davlat transport universitetida ham keng nishonlanadi. Qadimiy va hamisha navqiron bu bayram xalqimiz qalbida ezgulik, mehr-oqibat va birdamlik timsoli sifatida alohida o'rin egallaydi. Navro'z bu shunchaki fasl almashinuvi emas, balki inson qalbining ham yangilanishi, mehr, muruvvat va saxovat ayyomidir. Toshkent davlat transport universitetida Navro'z bu nafaqat bayram, balki jamoa birdamligi, ustoz va shogirdlar hamjihatligi, kelajak sari dadil tashlangan qadamlar timsolidir. Zero aynan mana shunday maskanlarda vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan yetuk mutaxassislar kamol topmoqda. Shuningdek, universitetda umumxalq bayrami munosabati bilan tashkil etiladigan Navro'z sayli, dasturxonlarni bezagan sumalak, halim va ko'klam ne'matlari o'zgacha shukuh bag'ishlaydi. Ayniqsa, keksalar holidan xabar olish, mehr-e'tibor ko'rsatish o'qituvchi va talabalarning eng go'zal an'analaridan biridir. Zero bu bayram insonlarni birlashtiradi, qalblarga iliqlik va ishonch baxsh etadi. Navro'z tinchlik va totuvlik, farovonlik va baraka timsoli. Yaqinlashayotgan yangilanish ayyomi barchamizga yangi zafarlar, ilmiy yutuqlar va ezgu maqsadlar sari ilhom baxsh etsin. Navro'z olam muborak bo'lsin.